Bu video muhim, ammo siz agar BTSni qo'llab-quvvatlash shunchaki детки armiylik, baby armiylik deb hate qilsangiz, asabni buzmay bu videoni shunchaki o'tkazib yuboring. Demak, barcha haterlar va o'zicha armiylar chiqib ketgan bo'lsa, men maqsadga o'taman. Plus army, biz birlashishimiz kerak. Ha, to'g'ri ma'noda, chunki hozirda Mama Awards boshlangan va uning fan choice, ya'ni muxlislar tanlovining birinchi bosqichi ham allaqachon start berilgan. Men bu videoni oldinroq qo'yishim kerak edi, ammo ayrim sabablarga ko'ra vaqtim bo'lmadi, ammo hali ham kech emas. Agar sizda bu nima, qachon, qayerda, nima degan savollar qiynayotgan bo'lsa, hozir sizlarga tushuntirib beraman. Xullas, Mama Awards bu juda ham mashhur bo'lgan taqdirlash marosimlaridan biri va u yerdagi muxlislar tanlovi degan bo'lim, ya'ni shu bo'yicha mukofot berish joyi bizlarga bog'liq. Ya'ni biz ovoz beramiz ularga va o'sha ko'p ovoz yig'gan odam esa muxlislar tanlovi degan mukofotni qo'lga kiritadi. Bu gal BTSning barcha a'zolari emas, BTS guruhi emas, faqatgina 2 kishi J-Hope va Jin bu yerda nomzodlari qo'yilgan va biz ularni qo'llashimiz kerak. Hozir ular 3-4-o'rinda, ammo biz ularni 1-2 o'ringa tezda chiqarishimiz kerak. Hozir men sizlarga qanaqa qilib ovoz berish, nima orqali bitta tushuntiraman. Bu videoni esa siz barcha armiy tanishlaringizga yuborasiz. Agar yana mabodo tushunmay bu videodan ham qanaqadir savollaringiz bo'lsa, Telegram gruppamga o'tasizlar, yo'da qizlar har kun kechqurun ovoz berganini screenshot qilib tashlaydi. Sizni ham esingizdan chiqmaydi, bizni ham esimizdan chiqmaydi. Har kun bir marta ovoz beramiz. Buning uchun biz avvalo Meta Plus ilovasini skachat qilamiz va unga kiramiz. Kirganimizdan so'ng mana bu yerda o'zi kelib chiqadi Fan Choice. O'shanga kiramiz va ana qarab turganimizdek Jin bilan J-Hope 3-4-o'rinlarda turibdi. Seventeen va Enhypen 1-o'rinda. Hop, vot Today'ni bosamiz va bu yerda bemalol Google accounti borlar Google'dan, iPhone'i borlar iCloud'dan bemalol registratsiyadan o'tadi va o'shandan so'nggina ovoz berishi mumkin bo'ladi. Ovoz berish uchun bitta erkak idol va ayol idol tanlashimiz kerak. Bu yerda male kategoriyadan bemalol biz pastroqqa tushsak agar birinchi Jin, keyin esa J-Hope kelib chiqadi. Ularni tanlab olamiz. Men bu yerga qo'llab-quvvatlash uchun yana ETS guruhini ham tanladim. Siz ham pastroqdagi bironta guruhni tanlasangiz bo'ladi, lekin iloji bo'lsa Enhypen bilan Seventeenni tanlamang va bu yerdan ayollardan IU va Blackpinkni tanladim. Ammo bu yerda ham agar siz Blink bo'lmasangiz, tanlamasangiz ham bo'ladi ularni, chunki oxirida Jin bilan yoki J-Hope bilan ular birma-bir raqib bo'lib qoladi. Xo'p, bu yerda reklamani ko'ramiz va reklama tugagandan so'ng biz qaytamiz ilovaga, submitni bosamiz va bizga mana bunaqa yozuv chiqsagina biz muvaffaqiyatli ovoz bergan bo'lamiz.